To'pni Paxtakor o'yinga kiritib beradi. Start. O'yin boshlandi. Paxtakor oq formada harakat qiladi. Qo'qon esa ko'k rangli. O'ng qanotda yaxshi pas bo'lgan edi. Bu ham yomon emas. Va ajoyib kombinatsiya. So'nggi zarba yetishmadi faqatgina. Qarang, tovonlar bilan Akmal Mazgavoy sherigi to'pni qoldirdi. Nasrullayev darvoza bo'sh edi. O'sha pas Mazgavoyning uzatmasi. Turdimurodov ham pas bermoqchimidi yo zarbasi o'xshamadimi? Himoyachi o'qidi. Jarima zarbasi. Zarba yo'llandi Rikoshet va Nazarov to'pni qaytaryapti. Davom etamiz do'stlar. O'zbekiston Superligasi 2-tur Qo'qon 1912 Paxtakorni qabul qilmoqda va ikkinchi bo'limni mana Paxtakor hujum bilan boshlayapti. Burchak zarbasini amalga oshirishdi mehmonlar va xavfli zarba ham berildi darvoza tomon. Hujum davom etadi. Mana bunday chiroyli variant ham bo'ldi. 5-raqamda Jasurbek Yoqubov, 10-chi Alisher Salimov, 7-raqamda Javohir Siddiqov. Hozir Paxtakorning hujumi, ajoyib kombinatsiya, super gol. Ajoyib kombinatsiya natijasida Paxtakor gol uryapti. Zaxiradan maydonga tushgan Dostonbek Hamdamov 2 daqiqada murabbiy ishonchini oqlamoqda. Kamoliddin Tojiyevning bir yashirin quroliga aylandi mana. Sobir Xo'jayev IQ namoyish etdi, to'pni o'tkazib yubordi. Endi bizga oxirgi pauza ushlashga qaror qildi. Orqaga uzatma Alijonov, Sobir Xo'jayev. Ajoyib tarzda Dostonbek Hamdamov raqibini oldida qoldirdi, ichkariga olib kiryapti. Uzatma Pajishik 2-0. Hamdamov va Pajishikni nima uchun zaxirada ushlab o'tiribdi Tojiyev? Ular tushib masalani hal qilib tashlayapti. Xuddi birinchi turdagidek, faqatgina ertaroq urilyapti gollar. Qoyil ishlab ketgan o'zgarishlar. Bu yerda Hamdamovning yana kech namoyish etishyapti. Sal ertaroq Hamdamovning raqibini chiroyli tarzda aldab o'tgan finti. Muhim edi-da mana shu fint. Oybek Bozorov kurashga kirishdi, hujum davom etadi. Va parashut uslubida Pyotr darvozabon Sobir Xo'jayev. Mana bu yerda Hojiakbar Alijonovga imkoniyat, pas berdi va zarba yo'llanmoqda. Yana bitta zarba Oybek Bozorovdan. Yaxshi imkoniyat Qo'qonda va jarima zarbasi tobat. Qizil! Abdumajidov. Mana shu o'yinda burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Xatoga yo'l qo'ymoqda. Qani tomosha qilamiz endi. Nimeli bosh bilan yaxshi pas bergan edi. Teginishda. Endi bu albatta foul. Bu albatta foul. Narigi tarafda himoyachi bo'lmasa, bu so'nggi umid foul. To'g'ri, bu yerda Tabatadze ham vaqtida yiqildi, lekin o'z-o'zidan yiqilgani yo'q. Katta tezlikda ketayotganda qizil kartochka tekshirilmoqda deb yozilgan. Shuning uchun bu yerda bu takroriy lavha go'yoki ofsayd chizig'ini tekshiradi. Mana shu narsa ko'rilishi kerak. After review. Offside? Offside ekan.
Demak, qizil kartochka emas, ofsayd tekshirilgan. Qarang. Birinchi pas berilayotganda Tabatadze ofsayd holatida, lekin to'p unga bormadi. Biroq Tabatadze Abdumajidov ushlab qolgan ekan ofsayd holatida. Ancha to'xtalish bo'ldi o'sha var ko'rib chiqayotgan jarayonda, keyin monitorga bordi referi. Hozir esa zarba Flamarion, yana bitta zarba rikoshet. Bergan zarbadan so'ng to'p himoyachiga tegib yo'nalishini o'zgartirdi. Yana bir marta tomosha qilamiz. Qarang qanday to'g'ri o'ynadi bu yerda Qo'qon himoyachisi Asliddin Toshtemirov. Erkinov bo'sh zonaga chiqdi. Hakim Almazga chiroyli pas bermoqchi edi. Natijada to'pni yo'qotdi uzoq masofadan. Zarba! Vladimir Nazarovdan chiroyli seyv. Mana o'sha zarbani yana bir marta tomosha qilamiz. Iqbol bergan ekan bu zarbani. Zo'r tepdi Iqbol. To'p oyog'iga tushdi. Nazarov ham imkon qadar o'sha Salimov. Zo'r uzatma. Nimeli ichkariga yorib kirdi va sariq kartochka kimga? Tahsingami? Foul uchun? Unda penaltimi? Foul qayerda ishlatildi? Mana. Bu penalti. Bu top-toza penalti. Jarima maydonchasi ichiga kirib bo'lgan ekan Nimeli. Mana. Ha, to'pga ulgurmadi Tahsin. Penalti olib kelyapti. Tabatadze Nazarov. Toma, zarba, gol! 1-2. Bitta to'p farq. Qo'qon shoshyapti to'pni maydon markaziga qaytarishga. Bizga takroran namoyish etilyapti Tabatadzening zarbasi qarama-qarshi tomonga darvozabonni chalg'itdi va bexato zarba yo'lladi. Tajriba Tabatadze yondirib berishdi oxirgi daqiqalarni va bu hali hammasi bo'lmasligi ham mumkin. Bo'ldi. Uchrashuv tugadi. Paxtakor mehmonda 2-1 hisobida g'alabani qo'lga kiritmoqda.